Bismillahirrohmanirrohim. Dunyoda ilmdek aziz narsa yo'q. Kishi biror ilm yoki kasb bo'yicha mohir va yetuk mutaxassis bo'lishni orzu qilar ekan, albatta biror ustozning etagidan tutmog'i lozim. Ilm yo'liga ustozsiz kirish turli ko'ngilsiz holatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Zero xalqimizda ham ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar degan purhikmat naql bor. Haqiqatdan ham har bir ilmni o'z egasidan o'rganish lozim. Hikmatlarda har bir fanning o'z kitobi bor, har bir kitobning esa o'z ulamosi bor deyilgan. Foydali ilmni egallashda kitoblarning o'zi kifoya qilmaydi. Ayniqsa shar'iy ilmlarni taqvodor va salohiyatli ulamo huzurida o'rganish lozim. Shar'iy ilmlarni ustozdan olish uning xususiyatlaridan biridir. To'g'ri, kitob bu olimning hayoti, uning bilimi, lekin shar'iy ilmlarga faqat kitob bilangina yetilmaydi. Kitoblar tolibi ilmni maqsadga olib boruvchi ko'makchi xolos. Kitobning o'ziga cheklanish yoki internet tarmoqlarini o'ziga ustoz qilib olish eng katta balo va eng katta xatardir. Chunki ijtimoiy tarmoqlarda berilayotgan hamma narsani ham to'g'ri deya olmaymiz. Uning ichida insonning saodatiga xizmat qiladigan ma'lumotlar bilan birga to'g'ri yo'ldan adashtiradigan xato va yanglish fikrlar ham bor. Ayniqsa bugungi tahlikali zamonda bu isbot talab qilmaydigan haqiqatga aylanib ulgurgan.